Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Birinchi ishimizdan boshlasak, Baketga bo'ladi. Bu ish Moskvada joylashgan. Oylik soati 650 rubldan, kuniga 10 soatdan 12 soatgacha ish. Bu ish ofislarni oyliklar o'z vaqtida beriladi. Turdovoy bilan ishga oladi. Kerak bo'layotgan dokument birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez bo'lishi kerak, patent bo'lishi kerak va minimum 1 yillik optis bo'lishi kerak. Ikkinchi ishimiz JSB traktorda bo'ladi. Bu ish ham Moskvada joylashgan. Oylik soati 750 rubldan. Bu ish ham ofislarni oyliklar o'z vaqtida beriladi. Kerak bo'layotgan dokument, rossiyskiy pravoyez, patentingiz va minimum 1 yillik optis bo'lishi kerak. Ish beruvchilarning nomerini har doimgidek kommentariy va opisiyaga yozib qoldiraman. Bemalol nomerlarga bog'lanib, keyin ko'pchilik so'rashyapti, ish beruvchilar ular bari russkiy, ya'ni ruscha gaplashish kerak bo'ladi. Nomerlariga bog'lanib bemalol borib ishni boshlayverasiz. Keyin bilasiz, prava xizmatini yo'lga qo'yganman. 16-fevralga ekzaminga joy bor. Agar sizga spes texnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, mana shu pastga WhatsApp va Telegram nomerimni yozib qo'yganman. Bemalol bog'lansangiz shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Prava ekzaminlariga 100% yordam qilamiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz. Pravani bir kunda olasiz, o'zim bilan olib borib, o'zim bilan olib qaytaman. Keyin kommentariy va opisiyalarga Telegram guruhim ham bor. Albatta obuna bo'ling. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog'